Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina, har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, biz navbatdagi tunika fon xizmatimizni Andijon viloyati Izboskan tumani Paytux shahrida xudo xolasa mana shunaqa go'zal holatda xonadonimizni tunika fon qilib beryapmiz. Do'stlar, narxi bor, u o'shim shikalat. Atigi 135 ming so'mdan xonadon egasini ovora qilmadik. Hamma xarajatlarimizni, hattoki oyoq tagiga qo'yib ishlaydigan lesamizgacha o'zimiz olib kelib, xonadon egasini ovora qilmagan holatda xudo xolasa mana shunaqa chiroyli tunika fonlarni qilib berdik. Tarnovlarimiz esa do'stlar, diqqat qilib turasizlar, choksiz, uloqsiz, hozirgi paytda eng zamonaviy bo'layotgan tarnovimizdan qo'yganmiz. Mana shu joyimiz uzunligi masalan 18 metr deydigan bo'lsangiz, naprimerni butun holatda bo'ladi do'stlar. Faqat burchaklaringiz bo'lsa, burchaklaringizda choki bo'lishi mumkin. Buni metrini esa atigi 70 ming so'mdan do'stlar. Tarnovi ketadigan ashqal-dashqallari, usta xizmatlari, hattoki lesalarigacha o'zimiz o'rnatib berdik. Faqat tunika foni bilan birgalikda bo'lsa. Do'stlar, tunika fonda doim aytamiz, bukilishi, qayrilishini hisobiga joyda kvadratdan ko'proq tunika ketadi. Sizlar ketgan tunikaning kvadratiga pul berasizlar. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa kelishib olishimiz oson bo'ladi. Bu videoda uyiga tunika fon qilmoqchi bo'lganlarga albatta jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.